Assalomu alaykum qadrli o'quvchilarim. Sizlar bilan bugungi darsimiz IELTS essaylarda qanaqa qilib ikkita fikrni bir-biriga bog'lash haqida gaplashamiz. Bu mavzu bo'yicha menga ko'plab savollar kelib tushdi va shu bo'yicha bugungi darsimizda men to'liq ma'lumot berib o'taman. Ko'pchilik kuzatayotganlar IELTS o'qiydi, multi level o'qiydi va u yoqda biz essay yozishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Va essayda biz bir necha fikrlar beramiz va bu fikrlarni bir-biriga to'g'ri bog'lay olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar sizlar bilan bitta mavzuni ko'radigan bo'lsak. Mavzumizda masalan sizga how to reduce air pollution in city centers, ya'ni shahar markazlarida qanaqa qilib havoni ifloslanishini kamaytirish mumkin degan savol berilsa, siz brainstorming qilasiz, ya'ni bu muammoga sekin-sekin yechimlarni o'ylaysiz va bir nechta yechimlarni to'playsiz, to'g'rimi? Va o'sha yechimlardan eng yaxshi ikkita yoki uchtasini ajratib olasiz inshoingizga yozishingiz uchun. Va kelinglar, biz qanaqa yechimlar qilmoqchimiz? Mani misolimda air pollution'ni kamaytirish uchun shaharlarda to use green energy, ya'ni birinchi yechimim bo'lyapti. Ya'ni yashil energiyadan foydalanish, ya'ni havoni ifloslanishdan oldini oladi. Ikkinchisi to reduce the number of cars, ya'ni mashinalarni sonini kamaytirish. Mana shu ikkita yechimni bermoqchimiz. Endi mana shu ikkita yechimimizni biz bitta bodyga aylantirishimiz kerak, bitta paragrafga aylantirishimiz kerak, to'g'rimi? Gapni nimadan boshlaymiz? Masalan, nimaga shaharlarimiz ifloslanib ketyapti? Shu haqida birinchi gapirib olishimiz kerak o'zi, yechimga o'tishdan oldin. Qarang, nima deganman bu yoqda? Burning fossil fuel is the main reason of air pollution in urban areas. Ya'ni fossil fuel degani bu qazib olinadigan energiya, masalan ko'mir bo'lishi mumkin, neft, gaz, bular hammasi fossil fuellarga kiradi. Men aytayapman, shu fossil fuellarni yoqish bu havo ifloslanishini asosiy sababi mana shu shahar markazlarida dedim. Ya'ni bu gapni nimaga aytayapman? Bu gapni mana bu green energydan foydalanaylik degan gapimni isbotlash uchun birinchi aytib olyapman. Air pollutionning sabablaridan biri mana shu. Ana endi yechimimni o'ziga o'taman. The government can mitigate the issue by using green energy. Ya'ni hukumat mitigate degani yumshatish degani. Mana shu muammoni, masalani yumshatishi mumkin, ya'ni yechishi mumkin o'sha yashil energiyadan foydalanish orqali dedim. Demak, men birinchi yechimimni aytib oldim. Ana endi men ikkinchi fikrimga o'tishim kerak va mana shu ikkinchi fikrga o'tish chog'ida menga ma'lum bir bog'lovchilar kerak bo'ladi. U ingliz tilida transition deyiladi. Transition ya'ni bir fikrdan ikkinchi fikrga to'g'ri o'ta olish. Va mana shu joyda ko'pchilik rasmiy bog'lovchilar, norasmiy bog'lovchilarni ajrata olmaydi yoki umuman xato bog'lovchi ishlatib qo'yadi. Qaranglar, agar sizlar IELTSda task 2 yozayotgan bo'lsanglar, rasmiy bog'lovchi ishlatishinglar shart u yoqda. Eng rasmiy bog'lovchilardan qaranglar, nimalar bo'lishi mumkin bizda. Eng rasmiylarida Moreover. 100% bu task 2 essaylarga tushadi. Buni ko'pchilik bilishi mumkin va siz boshqalarini ishlataman, bu oddiy bo'lib qolgan, men buni bilaman, rang-barang qilib ishlataman deb xato ishlatib qo'yishingiz mumkin boshqalarini. Demak, rasmiy insholarda moreover, ya'ni bundan tashqari deb turib, keyingi ideyamizga o'tib ketsak bo'lar ekan. Ana endi moreover dan tashqari qarang. Yana rasmiy furthermore deyishimiz mumkin. Ya'ni bu ham qolaversa, bundan tashqari degan ma'nolarni bildiradi. Ana endi xo'sh, semi formal, ya'ni o'rtacha rasmiy, juda ham rasmiy emas, lekin o'rta darajada rasmiy bog'lovchi ishlatmoqchi bo'lsak, buni IELTSda ham ishlatsak bo'ladi, multi levelda hozir blog post yozish bor, o'shanda ham ishlatsak bo'ladi. Bu nima edi? In addition, ya'ni qo'shimchasiga degan ma'noni bildirar ekan. In addition. Ana endi norasmiyroq bog'lovchilarimiz ham bor. Norasmiyroq bog'lovchilarimizga mana bu to add, ya'ni bu ham qo'shimchasiga degan ma'noni bildiradi yoki
besides. Bu ham bundan tashqari degan ma'noni bildirar ekan. Demak, siz har doimgi yozadigan essaylaringizda, formal essaylarda, IELTSda, multi-levelda yozayotgan bo'lsangiz, mana bu formal, furthermore, mana bu ham formal, mana buni ham formaldan ko'proq foydalansangiz bo'ladi. To add va besides bular informal hisoblanadi. Va yana bitta fikr tarqalgan. Men iloji boricha qanaqadir kam ishlatiladigan bog'lovchini lug'atlardan qidirib topib ishlatsam, menga yuqori baho qo'yiladi. Yo bolalar, mana shu soddagina moreover, furthermore, in addition'ni ham to'g'ri ishlatsangiz, siz o'sha o'zingiz olishingiz mumkin bo'lgan yuqori bahoni ola olasiz. U qaysidir bitta Merlin ishlatgan so'zni olib kelib ishlatib, bu yoqda bahoyingizni tushirib qo'ymang. Umuman nafaqat bog'lovchilarga, balki boshqa so'zlarga ham mana shu gapim tegishli bolalar. Ana endi birinchi fikrimni aytdim. Ya'ni hukumat yashil energiyadan foydalanib bu muammoni yumshatishi mumkin dedim. Va mana bulardan moreover, furthermore, in addition formal essay yozyapman hozir. Mana shu uchalasidan bittasini ishlatib ketishim mumkin. Agar informal essay yozadigan bo'lsam, to add yoki besides dan ham foydalanib ketishim mumkin. Ya'ni bular hammasi bundan tashqari degan ma'noni beryapti. Va bundan tashqari deymanda ikkinchi yechimimga o'taman. Ikkinchi yechimim to reduce the number of cars, ya'ni mashinalar sonini kamaytirish ekani. Nima deyman? Xo'p, moreover, reducing the number of cars also make, mana bu yoqda grammar mistake'ga e'tibor berasizlar. Chunki reducing the number of cars degani mana bu mashinalarga qarab siz fe'lni olasiz degani emas. Mana bu reducingga qarab olasiz. Ya'ni bu birlikda kamaytirish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu ega sifatida itga teng bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun mana bu joyiga s-ni qo'shib olishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'pchilikka yana bitta life hack desak bo'ladi. Inglizcha nishon yozayotgan vaqtda bolalar. Demak, reducing the number of cars also makes a huge difference. Make a difference degan vocabulary'imiz bor. Ya'ni bu ham vaziyatni yaxshi tarafga o'zgartirmoq degan ma'noni bildiradi va mashinalar sonini kamaytirish ham vaziyatni ancha yaxshi tarafga o'zgartiradi degan gapimiz bu yoqda hosil bo'lyapti bolalar. Ko'rdinglarmi? Demak, ikkita fikrimizni mana shunaqa oddiy qilib bog'lab qo'ysak, bizga bo'lar ekan. Mana shular eng to'g'rilari ekan. Qanaqadir kosmический so'zlarni qidirib olib kelib bu yoqqa qo'yishimiz shart emas. Muhimi fikrimizni to'g'ri rivojlantirib, ikkinchi fikrga o'tishda mana shulardan to'g'ri foydalana olish ekan. Ana endi eksklyuziv qilgan holatda men sizga mana shu inshoyimda siz ham o'zingizni inshoyingizda ishlatishingiz mumkin bo'lgan yaxshi so'zlarni ajratib tarjimasini ko'rsatib bermoqchiman. Hop, qaranglar. Bu yoqda fossil fuel. Endi oranglarda biladiganlar ham bor albatta. Yangilar uchun, hali bilmaydiganlar uchun buni ma'nolarini ko'rsatib ketaman. Fossil fuel bu bo'lishi mumkin ekan petrol degani benzin yoki gaz bo'lishi mumkin yoki coal bo'lishi mumkin. Coal degani ko'mir degani. Ana endi undan tashqari bu yoqda yaxshi ishlatilgan vocabulary'larda mana bu bo'lyapti. Green energy bu inshoyingizda bemalol ishlatavering. Yashil energiya degani. Ya'ni green energyga nimalar kiradi ustoz desangiz, bu yoqda solar panels kiradi. Ya'ni quyosh panellari bo'lishi mumkin yoki wind turbines, ya'ni shamolda aylanadigan charxpalaklar bor, o'sha wind turbines deyiladi. Undan tashqari hydropower, suvdan olinadigan energiya. Va shularning hammasi green energy deyilar ekan bizda. Xo'p, undan tashqari mitigate degan so'zga e'tibor qarating. Mitigate degani o'sha muammoni batamom yechib tashlash emasda, muammoni ancha-muncha yumshatish, vaziyatni yumshatish, o'sha muammoni jiddiylik darajasini tushirish degan ma'noni bildiradi. Demak, mitigate degani bizda ease, ya'ni osonlashtirish degan ma'noni bildirar ekan.
Xo'p, va yana bitta maslahat berayotgan so'zim make a huge difference. Mana shu so'zni bilib olsangiz, make a huge difference degani, demak, vaziyatni yaxshi tarafga o'zgartirish degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni ancha yaxshi o'zgartirish degan ma'noda huge so'zini qo'shdim, ma'nosini kuchaytirishdi. Ya'ni vaziyat yomonlashib turgan bo'lsa, bitta yechim aytasizda, mana shu makes a huge difference deysiz. Ya'ni mana shu narsa vaziyatni yaxshi tarafga o'zgartiradi, vaziyatni yaxshilaydi degan ma'noni bildirar ekan bolalar. Xo'p, вот kommentariyada esingizda qolishi uchun mana shu make a huge difference so'ziga gap tuzib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, ana endi xuddi shu dars bo'yicha Telegram kanalimda sizlarga mashq qila qoldiraman bajarishingiz uchun va undan tashqari mana bu bog'lovchilardan tashqari yana qanaqalari bo'lishi mumkinligi haqida to'liqroq ma'lumot ola olasiz. Pastda Telegram kanalimni opisiyaniyada linkini qoldiraman. Telegram kanalimga o'tib, bu mavzu bo'yicha bilimlaringizni mustahkamlash uchun mashqlarni yechasiz va yana qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, o'ylaymanki hammaga foydali bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha siz bilan Teacher Bobur bo'ldi.